Bugungi obzorimizda 56 yil tajribaga ega bo'lgan Hisense brendidan eng aqlli 5-seriyadagi WF8043 modeldagi kir yuvish mashinamizni sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. O'zlaringiz bitta ko'rib baho berasizlar. Dizaynlariga keladigan bo'lsak, dizaynlari ham neobычный dizaynda, tablolari ham ko'rinmaydi va ushbu kir yuvish mashinamizni eniga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. 8 kilolik bo'lgani bilan eni ensiz bo'ladi va hammom oshxonalarga ham bemalol kirib ketaveradi. Va qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, sensor boshqaruvda ishlaydi. Ko'rib turganlaringdek. Va ushbu kir yuvish mashinamiz 15 xil tili bor. Xohlasangiz ruscha, xohlasangiz xitoycha, xohlasangiz ispan, inglizchada o'zlariga mos kelgan tilda boshqaraverasiz. Va ushbu kir yuvish mashinamizda umumiy 18 xil funksiyasi mavjud. Ya'ni birinchi funksiyalardan biri ekonom rejimi. Bu sizga 40-60 gradusda tokingiz va suvingizni rasxodini kamaytirib beradi. Va keyingi funksiyamiz hadavoy, ya'ni ko'proq ishlatiladigan funksiyalardan biri xlop funksiyalari, ya'ni ushbu funksiyada siz xohlasangiz mana graduslarni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi va mana chayqashni ko'paytirsangiz bo'ladi. Ya'ni 5 tagacha chayqashni ko'paytirishingiz mumkin. Oborotlari ham 8 kilolik bo'lishiga qaramasdan 1400 oborot, ya'ni 0 dan 1400 oborotgacha oshirsalang bo'laveradi. Va qo'shimchasiga paravoy rejimlari bor. Ushbu paravoy rejimi sizga kiyimingizdagi allergiyalarni va bakteriya zamburug'larni yo'qotib tozalab beradi. Va qo'shimchasiga ushbu kir yuvish mashinamizda misol delay end, ya'ni kirni tezlashtirish funksiyasi bor. Ya'ni 3,5 soatlik kirni 1 soat 48 minutgacha tezlashtirsangiz bo'ladi. Va ko'plab opa-singillarimiz dazmol funksiyasi so'rashadi. Dazmol funksiyasi bormi? Mana anti-smin, ya'ni bu o'sha dazmol funksiyasi, ya'ni sizga kiringizni g'ijim qilmasdan yuvib beradi. Va yana qo'shimcha funksiyalari mana sintetika matolar uchun va avto rejimlari kiyimingizga qarab o'zi yuvib beradi. Va mana освещение, ya'ni o'sha hidni yo'qotib beradigan funksiyalari va yosh bolalar uchun funksiyalari, anti-allergiya, ya'ni bakteriyalarni yo'qotib beradi. Va ushbu pitomsi funksiyamiz bu uyda hayvon boqadigan bo'lsangiz, o'sha hayvon kiygan kiyimlarni zamburug' bakteriyalarni, kanabitlardan tozalab beradi. Va mana polniy загрузка 8 kilogacha va super rejimlar, ya'ni turbo vash funksiyalarigacha bor va bistrastikalari 15 minutlik bo'ladi. Pastellar uchun alohida funksiyalari, shers funksiya va sportniy kiyimlar uchun havo, ya'ni kurtkalar uchun alohida funksiyalari bor va palaskani ajin funksiyasi va atiska baraban funksiyalarigacha bor. Kir yuvish mashinamiz oynasi 2 qavatli bo'ladi va barabarga keladigan bo'lsa, sviril baraban mato o'zi urintirmasdan yaxshi yuvishni ta'minlab beradi. Va ushbu kir yuvish mashinamizda qo'shimcha chiroqlari ham bo'ladi va ushbu rezinka materiallari zamburug' bakteriyalarni o'ldiradigan materiallardan foydalanilgan bo'ladi. Va ushbu kir yuvish mashinamizda qo'shimcha Wi-Fi funksiyasi bor. Uyingizda Wi-Fi bo'lsa, telefon orqali boshqarishingiz bo'laveradi. Va ushbu kir yuvish mashinamizga Hisense brendi tomonidan ofitsial 3 yil kafolat beriladi va narxini siz mijozlarimiz uchun $335, ya'ni 4,25 so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqangi premium segmentlarga original kir yuvish mashinalari chegirma narxida kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar va shunaqangi chegirmalar o'tkazib yubormaslik uchun bizga hozir obuna bo'lib, like bilan bosishni unutmanglar. Smart home sifatini tanlaganlar uchun.